Ilhom aka, nomard so'ramadim-da, endi mashinada nuqsonsiz bo'lib turgan joyi yo'q-da. Nuqsonsiz bo'lib tursa edi, aka oladimi olmasak? Ishoning. Septirib olib kelsam, Baribir shu bo'lganda aka, shu qayerqadir tekkizgansiz, pachoq bo'lgan aka, chiqartirgansiz, baribir nuqsonda bu bak aka. Nuqsonga o'tadi u. Rost ishoning, bekami ko'smasligiga. juda ana kattalar aka, u yarim puli bo'ladi to'g'risi. Ya yarim puli nima? 8 ga so'radi aka, tirikchilik bolalar so'radi. Tirikchilik, noyman so'radi. Ko'rdingizmi? Men ulardan baland ololmayman olmayman-da aka. Men bu yoqqa yo'q aka, men bu yoqqa mashina olib sotayotgan yigitlardan baland olib xalqqa beradigan bo'lsam, mendan nima naf bo'ladi? Nima foyda bo'ladi aka? Ochiq yuringda, nima foyda? Bir so'm bo'lsam arzon olay, aybini bilib olay deb kelib turibdi chiqqa odamlar borki. Bekorga kim kelib turgan yo'q. Yo, men o'zim ko'rib beraman. Kimdirga misol olsam ham ko'rib beraman u narsani. Aqlim yetgan savdoni qilaman aka. Ilhom aka nomard so'ramadim aka. Ilhom aka, qarang. Martcha guring qilsam, martcha guring qilalasizmi? Ishtaylik, ayting. Bo'ladi, yo'q. Xafa bo'lmaymizmi? Mart kelganga mart kelasizmi? 1.5 so'm endi ko'rayotganingiz shuni yarim pulga sotyapsiz, o'zi ichida aytishyaptiki, bitta guringdan bo'ladigan bo'lsa, men shuni 68 sotaman. 67 million naqd qo'lingizga beraman. Barakangiz bormi? Endi aka bundayda. Aka, bunday guring qilmang endi. Men 68 sotaman shuni. Men bir mashina olib sotayotganga bermayman, bir dehqonga beraman aka. O'sha vaqtda o'sha 8 so'raganga 72-70 narxi. Aka, bunday-da. O'tgan narsa uchun qayg'urmang. O'tgan narsa o'tib ketdi. Yo'q, eshiting. Men 8 olib 9 sotamanmi? Nima qilaman aka keyin? Yo'q, aka, baraka topish uchun. Xo'p, baraka topinglar, men mashinalaringizni bilmayman, sotaman. Gapni eshiting aka. Dehqa hech kim olib, minayotganga so'rayotgan ular. O'sha yerga qo'yib sotib, men kimdir oladi, 1 million. Shunday aka, bitta guringdan marketingga marketing 1 million uchun o'zi savdoyingizni o'zi qochirmang. 67 million so'radim, 68 million sotaman. Qirgan bilan yer beton kerak bo'lmaydi-da. Katta zarar aka. Yo'q aka, shuncha zararni 1 million bitilmay ketar aka, bir shahar qurmasiz aka. Unday aka. Sotadigan niyatingiz yo'q aka. 67 million so'rayapman aka. Bunday yo'qda aka, bir barakangiz bormi, xayringiz bormi? Aka bir guring. 500 ming qo'shaman. Ya aka, bundan aka sotmayman. 68 man sotaman deyapman aka. Hurmatli Akmal aka, 500 ming qo'shing. Ya xayri borga baraka bo'ladi, 1 million so'm so'rayapman aka. Buni aka mana temir. 8 so'raganga 72 deydi, ha? 8 kilo men xayri yana 500 ming o'tib ketdim aka men. 500 ming o'tdingani? Mana so'radim. Hurmatli so'ra 500 ming o'tib ketdim. Baraka. Ayting, ma'lumotini ayting. Hop, bering telefon. Akalar ko'ringlar, kimga Damas kerak bo'lsa, 2024 44 ming yurgan, kraskasi yo'q, ikkita joyi ham hakimi bor. 44 ming yurgan. Necha pulga oldim aka? Shunday qilib. 67 million 500 ming so'm sotdim men. Ha, 1 million qo'yib sotaman mashinangizga. 68 million 500 ming so'm kim olsa? Odillar, qarang, qarshi kelyapsiz. Internetda ko'rdim Instagramda. Instagram rost ekanmi? Qarang. Mana bu odamdan hozir mashinalarni savdo qila oldim. Necha pulga oldim, eshitdingizmi? 62,5 million. Ha, 1 million so'm qo'yib sotaman do'stim. Siz shu 1 million qolayotgan pulingizga rozimisiz? Akajon, mashina ustiga 1 million qo'yib sotdim. Ana Farg'onalik yigitga sotdik. Mehmon ekan, bir maza qilib minishsin. Baraka topsin. Xo'p.